Aytadi hozir, aniq aytadi. O'tirganimizda she'r peram o'qib bersa-ya? O she'ri qattan bilsin. Mayli ish qilib chiroyli chiqsin-da. Unga ishonaman. Voy. Balki unga imkon berib ko'rarmiz-a? Axir biz uchrashuv belgiladik-ku. Hozir men sevgi izhorini eshitishga ketyapman. Hozir keyin kelyapti. Hozir senga aytgan gaplarimni unga ham aytaman. Nima aytolmas ekanman? Aytaman, javob beraman. Kelmasdan, o'tirmasdan sirazu aytaman. Kelyapti. Shirin? Labe? Qalaysan? Nima bo'ldi, Shirin? Mendan xafa bo'ldingmi? Yo'q, og'ayni. Yo'q, hamshahar xafa bo'lganim yo'q. Hammasi yaxshi, yaxshiman men. O'zing yaxshimisan? Ahvollar yaxshimi, a? Sen bunaqa qilsang, men hayajonlanib ketdim. Sen kelishingni oldin bizda mashq qilib olgandik. Unda bunday qilamiz. Xuddi o'sha hayajon bilan davom ettiramiz. Faqat hech narsani buzmasdan. Hop. Bo'pti. Xullas, senga aytmoqchi bo'lganim, sen bilan biz xullas bizdan hech narsa chiqmaydi. Salom, men mushuk topib oldim. Menimcha ko'cha mushugi. Uysizmi? Aniq bilmayman. Uni jonsizlantirish kerakmi? Yo'q. Shaharda qanchadaydi mushuk borligini bilasizmi? Epidemiyaning o'zginasi. Uni laqabi bor. Bo'p. U yaralanibdi. Yarasi yiringlabdi, qarang. Yaxshi, raqam oling. Lekin uzoq kutasiz. Dorilarni qabulxonada berishadi. Rahmat. 227 ming. Bu yoqda xizmat ko'rsatish bepul deyilgandi. Dorilardan tashqari. Menda bor yo'q shu. Bir haftalik ovqat tegmadi. O'zingiz tanlang. Nima qilyapsiz? Oyog'imni Nimaga? chiroyli qilib berishim kerak-ku. Yo'q, qarang-da. Men bitta gapni bilishingizni xohlardim-da. Xudo bermagan chiroyi, mana shu bo'yoqlar berarmidi?